Onasi, mana sen yoqtirgan osh tayyorladim. Sensiz shuncha yil o'tib ketdi. Ammo har kuni shunday ovqatlanaman. Kirver. Assalomu alaykum amaki. Sizga suvni oldim. Zerikmasdan o'tiribsizmi? Rahmat. Ishdan qaytayotgandim. Shunaqami? Sizni ko'rgani keldim. Juda yaxshi, menga qarab, bo'lmasa, men buni bolalarga olib borgim bolam. Doda berib aytisham xursand. Sizlik tabarruk. Tanjoring sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Bolalaringga bosh bo'lgunlar. Men yana kelaman amaki. Sog' bo'ling. Bir piyola choy ichib ketgin, to'xta bola. Hammalari hali kelaman deyishadi-yu. Hech kim kelmaydi. Hayot shu ekan. Atrofingdagi sukutda yashovchi odamlarga e'tibor ber. Ba'zan bir salom ham insonga umid baxsh etadi.